Ayni damda 553 dorixonada, Qizg'irtda dorixona oldida jadval oldiga keldim do'stlar. Ana bu yerga finalga Argentina chiqadi deb yozib qo'yibman. Argentina. Bu taxmin emas. Chunki Simpsonlar multfilmida 2026 da Argentina yutadi deganda, siz nima deb o'ylaysiz? Hozir final chiqqan, chorak yarim finalga Fransiya chiqdi. Nima deb o'ylaysiz? Argentina bilan finalda qaysi komanda to'qnashadi? Fransiyami, Norvegiyami, Angliyami? Shveysariyaga ishonmayman, lekin bilmadim Shveysariyaga. Fransiya. Hozir Fransiya Marokashni yengdi. Ispaniya bilan Belgiya bugun o'yini bor kechasi. Norvegiya, Angliya 7 zo'r o'yin bo'ladi. 2 soat 2 dan keyin mana Argentina Shveysariya. Argentina Shveysariya yengadi mana. Argentina men belgilab qo'ydim. Argentina yengib beqqa ham chiqadi. Kerak bo'lsa g'olib ham bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Qaysiz bu yilgi chempionatda qaysi komandaga baliqchilik qilyapsiz? Kommentda fikringizni yozib keting do'stlar. Sizning fikringiz men uchun qiziq.